Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Do'konimizga BTS pochta orqali Instagramdan ko'rib obunachimiz iPhone XR telefonini yuborishdilar bizga. Biz bu iPhone XR telefoniga 16 Pro desert titanium rangini tavsiya qildik. Xudo xolasa bu korpuslarni qo'yib beramiz. Narxini atiga 650 ming so'm qilib berdik. Bir oy garantiyasi bor. Xudo xolasa korpusimiz yo'llari yaxshi nima deydi, qirilib ketmaydi. Tez sinadigan emas, keyin antennasi hech qanaqa muammo bo'lmaydi. O'zimiz bir oy garantiyasini beramiz. Narxi atiga 650 ming so'm. Opsiya xizmatlari bilan. Mana qadrdonlar, ko'rib turganingizdek iPhone XR korpusidan 16 Pro korpusiga ko'chirdik. Xudo xolasa holat juda ham ideal chiqdi. Ko'rib turganingizdek mana hamma joy ishlayapti, spichkalar ham ishlayapti. Ko'rganingizdek, xudo xolasa spichkasi hamma narsa ishlayapti. Ana sizga ishlab ko'rsataman, kameralar ham. Hamma narsa ishlayapti. Inshaalloh antennasi ham yaxshi chiqib turibdi. Xudo xolasa zublarni ham ko'rsataman. Hamma joy ishlayapti. Xudo xolasa korpusimizni ko'rasizlar. Xudo xolasa ideal turdi. Narxini o'sha aytib o'tganimdek 650 ming so'mga qilib berdik. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol hammanglarni kutib qolamiz. Shular xudo xolasa Qoraqalpog'istondan jo'natgan mijozimizga iPhone XR telefonini korpus almashtirish uchun jo'natgan mijozimizga telefonlarni chiqarib olamiz. Eski korpuslari so'ramiz. Zaryadka bilan kabel so'rashganda, mana original zaryadka bilan kabellarni qilib beramiz. Xudo xolasa